günleriyle buyursun. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanirrahim ve salatu ve selamun ala Resulüna Muhammedin ve ala Allah ve vasbaha ajmuin. Ve Allah'ım bana şu havlarımız, hammakçı hizmet kıletkenlerinin hemmasını şunda yaxşı günlerge buyursun. Nasip olsa bana şu nikah toyu bo'layotgan kelinimiz bilan nevaramizning baxtli bo'lsin, qo'sha qarsin, serfarzand bo'lsin. Nima niyat tilagan bo'lsa shu niyatlari amalga oshib, sog' salomat o'ynab kulib yursin, baxtli bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoballoh. Allohu akbar. Yaxshi niyatlar o'zingizga hamma qarab qo'ying. Nima qilding? Ketdingmi? Yaptırın. Yaptırsın. Başlı süzüp boşunu süzüp bana Second. Bana bu oyun sing it, John. Let's sing it.
chiroyga chiroy qo'shib turgan barchamiz uchun Munisi Mushvonajonlar, assalomu alaykum belga quvvat, oliy himmat otaxonlar, assalomu alaykum jamiki Jo'rayevlar xonadoni qolaversa, Sayfullo akamiz, Ozoda opamizni xonadonni hurmat qilib kelgan barcha mehmonlar, assalomu alaykum O'zbekiston deya jannat makonining barcha jabhalaridan tashrif buyurgan janoblar va xonimlar. Bugun 5-noyabr 2025-yil fayzli murodband chorshanba sanasida siz azizlar bilan bir chiroyli to'y arafasida o'ynaymiz. Bu ham bo'lsa jonimiz Abdullajon hamda kechamizni malikasi bo'lmish noilaxonlarga visol baxt oqshomi munosabati bilan barchalaringizga xush kelibsizlar, qadamlaringizga sanot deymiz. Chiroyligina musiqalar bilan keling yo'llarimizni davramizga chorlab qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Hasanjon keling azizlar, mana keling yo'llarni bitagina chiroyligina ta'zimlarni qabul qilib olamiz. Undan keyin ularni o'tirishga ruxsat beramiz. Mana bu ta'zimlar barcha mehmonlar uchun. Noilaxon Abdullajon chiroyligina ta'zimlar uchun kattakon rahmat, e'tibor, e'tirof uchun kattakon rahmat. Baxtli bo'ling, taqli bo'ling. Chiroyligina o'zlaringiz uchun ajratilgan joyga o'tirib olasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. O'tiring. Azizlarim, bugun Dehqonobotimni bir chiroyli go'shalari Zafarobod mahalla fuqarolar yig'ini Ingichka mahallasida Jo'rayevlar xonadoni Sayfullo akamiz, Ozoda opamiz xonadonlariga to'y bo'lyapti. Yana bir bor
To'yni sababchilari ukajonimiz Abdullajon, kechamizda malikasi Noilaxon. To'ylar muborak bo'lsin. Azizlar, davramizga hoji otalarimiz bor. Nuroniy insonlarimiz bor. Keling, o'zimizda ajoyib urf-odatlarimizga amal qilgan holda davraga men kalom ixtiro bilan ilk tabriklar va qutlug'lar bekatini hoji akamiz Abdumurod hoji akamiz, Sulaymon hoji akalarimiz, otajonlarimizni davrga chorlayman. Bir sonlardan bitta chiroyli niyat, ezgu tilak, duolar olgandan keyin kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Agar mana shu insonlarimiz davraga yaqin bo'lsalar, chiroyli niyatlarni ikkita hoji otamiz agar bir joyga bo'lsalar biz borib ulardan duo olmoqchimiz, lekin kelyaptilarmi? Keling. To'ylar muborak bo'lsin. Dehqonobotimga, Qashqadaryomga, O'zbekimga mana shunaqa to'ylar yarashadi. Sarvoni dono yurtning xalqi dono bo'ladi. Sarvoni to'q yurtning xalqi to'q bo'ladi. O'zbekimga ko'z tegmasin. Hojota, avvalo assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Ilk so'zlar sizga nasib etgan ekan. Marhamat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar, akalar, ukalar, otalar, nevaralar, chevaralar, xush kelibsizlar hammalaringiz. Allohga beadad shukrki, bugun Mahmadqulovlar xonadonining oxiridan ikkinchi farzandi Sayfullajon kuyovimiz mana shu bosh farzandi Abdullajon nevaramizni Allohning o'zi buyrug'i bilan ikki boshni to'rt oyoqli qilib, Allohimiz buyurganki, yakkanlik faqat Alloh menga xos. Bandalarim juft yashashin degan mana shu nevaramiz juft halolini tanlab mana davramizga kirib keldi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi kullama ixtalafal malawani taqabal asrani karraral jadidani vastaqbalal harqadani va ba'allaq ruhahu arwahu ahli baytihi minnat tahiyyati vassalam varham va barik vassallim alayhi kasiran illa yawmul hashr arqara. Amin. Ya Allah, o'zingga yer yuzidagi daraxtlarning barglaricha, daryo, dengiz, okeanlarning tomchilaricha, yer yuzi tuproqlari, qumlarning zarralaricha beadad sano va shukronalar bo'lsin. O'zingning rasuling suyukli payg'ambarimiz, ikki olamning sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salom salovatlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Alloh, o'zingning noming bilan o'zingga tavakkal qildik. Mana bugun Sayfullajon kamtarona dasturxoniga taqib qurib turibdi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, choydan, nondan olib, kimiki yaxshi so'zi bo'lsa, kimiki yaxshi gurunga o'yini bo'lsa, mana shu davrada ham ko'ringizlar. Bizning mana shu nevaramizning to'yiga bugun kelayotganlarning har birlarining safarlari, yo'llari bexatar bo'lsin. Mana shu to'yda qo'yilgan taomlar mazali bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. To'ylari davomli bo'lsin. Mana shu kelinimiz bilan nevaramiz o'zlaridan o'nib, o'zlaridan ko'payib, ko'z quvonadigan yaxshi sodiq soliha farzandlar topsin. Qo'shcha qarishsin. Namunali oila bo'lib, nafaqat Ingizcha qishlog'ida, Qashqadaryoda, O'zbekistonda bir o'zbek xalqining o'rni oladigan o'qimishli, iymon e'tiqodli yaxshi oila bo'lib, yaxshi farzandlar tarbiyalab, yaxshi kechirmoqligini bizdan so'raymiz. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, shunday to'ylarda hammalaringizga yetkazsin, to'ylar davomli bo'lsin, hammani to'ylarga yetkazsin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan wa qina azoban nar bi rahmatika. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz uzoqlardan kelgan qarindoshlar, mehmonlar. Mana bugun ukamiz Sayfullaning xonadonida o'g'illarning va kelinning vaqt kechasi bo'layotgan ekan. Mana shularni birinchidan nevaralarimizni
şu nikah kechasi bilan tabriklaymiz. Nasip bo'lsa mana shu kelinimiz bilan nevaramiz baxtli bo'lsin, serfarzand bo'lsin. Nima niyat tilagan bo'lsa, niyatlarni doimo amalga oshirib yursin. Kelajakda ishlariga, ijodlariga, ikkalasining ham baxt tilayman. Rivoj tilaymiz hamma ishlarda. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Salatu va salamu ala Rasulina Muhammadin va ala Allohi va ashabihi ajmain. Ey Allohim, mana shu yoshlarni kelajagini berding. Oldini ochgin, doimo baxtli bo'lib, serfarzand bo'lib, kelajakda nima istaklar, niyatlar tilagan bo'lsa, shu istaklarni doimo amalga oshib yursin. Omadlarini kelishda Allohim o'zing qo'llab, quvvatlab, qo'llagin. O'zing har narsaga qodirsan. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban. Kattakon rahmat, hojotalarimiz sog'lik, omonlik to'shlaydi. Baxtimizga sog', omon bo'linglar. E'tibor, e'tirof uchun kattakon rahmat. Bu oqshom chorlaydi dil orzularim. Sizning tuqtar, tugun dasturxon, do'stlarim baringiz tashrif buyuring. Dengizday mavlansin aziz xonadon. Chiroyligina bezalgan dasturxonimiz, mohir oshpazlarimiz tomonidan tayyor etilgan barcha taomlar sizlar uchun, sizlarga ajoyib kayfiyat ulashmoqchimiz bugun. Biz ajoyib ijodiy guruh Shavkatjon Bekmatov, Norota to'yxonasi ma'muriyati, tezkor foto studi yigitlari, qo'lgul oshpazlarimiz hamda kechamizda ajoyib mehmoni, san'atkor, yakkaxon san'atkor Hasanjon Halimov bugun Abdullajon bilan Noilaxonga chiroyli trendda ajoyib to'y o'tkazib berishga harakat qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ilk qo'shiqlar ustoz mumtoz qo'shiqlar bilan Hasanjon Halimovni davraga chorlab qolamiz. To'ylar yana bir bor muborak bo'lsin. Marhamat Hasanjon. Marhamat, sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum barcha mehmonlarimiz va xush kelibsizlar. Bugun fayzli xonadondan, nurli xonadondan mana shunday to'y shodiyona albatta bo'lishdan ikkalayosh. Kim bola baxtli bo'linglar, qo'sha qalanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol o'zlari uchun bezatilgan o'rindiqlarga o'tirib olishlaringiz mumkin. Xonadon sohiblariga to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Mana shu kelgan mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yoqimli ishtahalar tilaymiz. Chiroyligina qo'shiqlarimizdan davom qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin.
Derdim eşiği Bizge yok çölde Savuşlardan geldiğini teyler Seni gizler yanına
tabriklar va qutlovlar bekati. Sinfdosh nomingda joy etib dilda, do'stlik qudratim tuyib boraman. Ey do'stim, abadi saqla yodingda, biror men senga sodiq qolaman deya biz ijodiy guruh to'g'ri sinfdoshlar oldiga borib, ulardan chiroyligina premyera so'zlarni olib bugun do'stimiz albatta Abdullahni do'stlarimiz Abdullah uylantiramizni bir ta'zim qilib ko'rardik. Mana bugun Abdullah uylanyapti. Bugun eng yaxshi Abdullah bu ustoz boshqaruvchi do'stimga shu fursatdan foydalanib tilaklar bo'lsa barchasini amalga oshishiga tilakdoshmiz. Abdulla, tabrik qilaman. Kattakon rahmat. Inson aytadilar, o'rtada bitta gapiradi. Marhamat. Mayli. Avvalambor assalomu alaykum. Yaqindagi mehmonlar. Mana bugun Abdulla do'stimizning to'yi ekan. Abdulla do'stimizga baxt tilaymiz. Kilometr oshalarimiz nomidan ham tabriklaymiz. Har doim yaxshi kuning ko'p bo'lsin. Besh to'ylar kelish nasib etsin. Rahmat rais bor. Endi bunday qilaylik. Hasanjon tayyor, sizlar tayyor. Bittagina chiroyligina o'yin kulgini boshlab bersa qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi-ya. Ketdik. Hasanjon, sinfdoshlarni hurmati uchun sizlar uchun ajoyib san'atkorimiz Hasanjon Alimov kuylaydilar. Abdullajon
میآید خوش شام کردم روی دراز میآید البته شام میآید روی دراز میآید خوش شام کردم روی دراز میآید دلت روشانی برا غم نمانی دلت روشانی برا غم نمانی دست ما نبدل داری حرفای ما نداری دست ما نبدل داری atrofiga nazarlar solib mahallaga kelar edik musiqani qo'yib olib qaerdan yozimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullargan onimda
canı canı sedan olsun sen. Yegana kız sen yegana, yalan bu sözler yalanda. Canana kız sen canana, yürekçe oturar salanda. Yegana kız sen yegana, yalan bu sözler yalanda. Canana kız sen canana, yürekçe oturar salanda. Asmanda kuşlar uçardı, yarın boyumda uçardı. Yanımda aynen nurlarım, yürekçe rezilim saçardı. Asmanda kuşlar uçardı, yarın boynumda uçardı. Yanımda aynen nurlarım, yürekçe rezilim saçardı. Bir kuvara, paraladı diller yara, yara. Gülli kara, yazdım aman şara, şara. Bir para, paraladı diller yara, yara. Gülli kara, yazdım aman şara, şara. Asmanda kuşlar uçardı, yarım boynumdan uçardı. Yanımda yüreğe nurlarım, yürekçe mezunum saçardı. Asmanda kuşlar uçardı, yarım boynumdan uçardı. Yanımda yüreğe nurlarım, yürekçe mezunum saçardı. Asmanda kuşlar uçardı, yarım boynumdan uçardı. Yanımda aydayın nurlarım, yürekçe mezunum saçardı. Asmanda kuşlar uçardı, yarım boynumdan uçardı. Yanımda aydayın nurlarım, yürekçe mezunum saçardı. Hey,
Buyurun mübarek olsun. Dağına doldurup oynayan opa-singillarimiz, aka-ukalarimizni boshlari omon bo'lsin. Yetilib chiroyli. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. Sayfullajon bilan biz bir 25 yildan yoshli do'st bo'lamiz. Shu do'stimizni hurmatiga mana shu to'yga tashrif buyurganmiz. Mana shu nevaralarimizga uzoq umr tilayman. To'ylarga ulashib, yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Dunyodagi hamma yaxshi narsalar shularga nasib qilsin. Hayotdan jo'shib, zavq qilib yashashni shular Allohdan so'rab qolamiz. Yo'llari xohlagancha farzand ko'rishsin, yo'llari xohlagancha yaxshi yashashsin. Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun do'stimiz Sayfullajonning eng katta farzandlari Abdullajonning visol oqshomida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men bu 2 yoshga baxt, saodat, kelajakdagi ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Doim do'stimizning uyida mana shunday yaxshi kunlarida kelishimiz bizga nasib qilsin va mana shu do'stlarimiz bizga Surxondaryo vohasiga ham borishlari, mana shu to'ylarimizga birgalikda ishtirok etishimiz hammamizga nasib qilsin. Mana shu 2 yosh baxtli bo'lsin. Sayfullajon do'stimizning uylarida doim yaxshi kunlarda kelaylik. Rahmat so'z beringiz uchun. Yana bir bor xush kelibsizlar. Davramizga bir ajoyib insonimiz Sayfullo akamizning armiyskiy do'stlari. Ajoyib insonimiz Farhod boboning chiroyligina davramiz markaziga chorlab insondan bitta chiroyli niyat eshitmoqchimiz. Farhod aka agar davraga yaqin bo'lsangiz keling akajon. Sayfullo akamni mana shu armiyskiy demak har bir joyga xizmat qilgan bir ajoyib insonimiz borlarmi? Farhod aka keling. Yana kelyaptilar. Xush kelibsiz. Qadamingizga sanoat, to'ylar muborak bo'lsin. Akajon xush kelibsiz. Dehqonobodga, avvalo farzandingiz to'yiga, do'stingiz to'yiga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Şakrağımız. Marhamat. Alkışlandıralım. Mübarek olsun. Alkışlandıralım. Dikkatli rahmat. Endi men ertalabdan buyon qarab turibman, mana shu inson Abdullajonning yoniga kelgan do'stingizni bitta jonli tabriklashni go'yamiz kelyapmiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, doim kelgan mehmonlarimizga. Mana bugun joyimizda xonadonda katta to'y yashagan ekan. Bu to'yning sababchisi do'stimiz Abdullajon kelgani doim xonadonda. Bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi o'qishlar ishlaridan ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Doimo yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Chindan tabriklayman, baxtli bo'linglar. Davrani keyinroq olamiz, buni olmasdan chiqaramiz. 2 onajonni men davrani markaziga kutib olaman. Bu mening onam, o'zlari bormi? Davay. O'zingizga ham bir topshirib olamiz. O'zinglarni topshirib olaylik. O'zinglar bo'lsa marhamat. O'zinglarni
Muborak bo'lsin. Onajoningiz, otajoningizni hajlarga olib borib keling. O'zingiz ham mana shu kelin bilan qo'shib qaring. Albatta tezda turamiz faqat to'ylari muborak bo'lsin. Abdullajon baxtu bahor mangu nasib etsin sizga. Ko'ngingiz ichra negu bor orzu nasib etsin sizga. Siz noilaxon ko'zlaringizda ko'zlaringa sho'roli zulfidan ingan ajib xushbo'y nasib etsin sizga. Barcha do'stlar, barcha ustozlar tilaymiz ishingizga vaqt va kamol. Barcha do'stlar, barcha ustozlar nomidan toza salomlar nasib etsin sizga. Marhamat. Olib kelamiz. Olib kelamiz, qizaloqlarni olib kelamiz. Chiroyligina esdalik, g'ururli esdalik sovg'alarni keling, keling. Keling tomon, keling. Kelasiz. Marhamat. Chiroyli niyatingiz bo'lsa marhamat. Sovg'alarni topshiramiz. Abdullajon, marhamat. Qizaloqlarni chekroqqa qilamiz. Asta-sekinlik. Aziz do'stlar, soat millari 19dan 38ga o'tgan bir paytda oila kodeksiga binoan Abdullajon bilan Noilaxonni bir o'rtalik e'lon qilamiz. O'xshaydi davra kiyov ikkomajonga guldastalari taqdim qilamiz. Bir chekka ko'rib boramiz. Ozoda opa bilan Noilaxonning ayajonlarini davomimiz markaziga to'plab qolamiz. Bu mening onam. Chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Cheksam o'ldirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasi qushtilsa kelmagan bedorim. Bu shoh jonimga madorim. Yalqizlarari bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Marhamat kelib kelaramiz. Guldastalarni onajonlarga topshirib boramiz. Olqishdan turamiz kelib kelarni. Abdullajon, onajoningizni olib kelib. Noilaxon sizdan turib o'tdi. Chiroyligina ayajoningizni olib. Chiroyligina esdalik uchun suratlarga tushib olamiz. Onam, bu mening onam.
mening onamdir, bu mening onam. Sayfulla aka qanilar? Mana shu inson menga bir daqiqaga kerak. Dadajon, qanilar dadajon? Onajon, dadajon, to'ylar muborak bo'lsin. Qani dadajonning o'zlari? Sayfulla akam. Mehmon bo'lsalar ham kelarlar, mezbon bo'lsalar ham kelishlari kerak. Bir daqiqaga shuni vaqtini olaman men. Faqat iltimos agar imkoniyat bo'lsa tezlashtirib shu dadajonning yonida nasibi ro'zaylasin, kelajagi mana shu insonning qo'liga ekan. Mana shunday yigitlarimiz baxtimizga sog' omon bo'lsin. Sayfulla akam kelyaptilar, akajon yonimga keling. Biz mana bu insonlarni baxtli kunlariga baxtli so'zlarni eshitmoqchimiz. Sayfulla aka qanilar? Keling akajon yonimga keling. Farzandingiz yonlariga o'tiring. Endi biz mana shunday imkoniyat beramiz. Abdullajon bugun jonli ravishda ayajon bilan dadajonlarni qutlash imkoniyatini beramiz. Marhamat. Ijodkor sifatida bitta chiroyligina so'z eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz qadrdon ota-onam, sizlarga menga tarbiya berib, o'qitganingiz uchun, voyaga yetkazganingiz uchun, shukrlarga yetkazganingiz uchun rahmat. Borlaringizga shukr. Doimo yonimda bo'lingizlar. Sizlarni hajga jo'natish, ulug' kunlarda ko'rish nasib aylasin. Sizlarga rahmat. Albatta she'r aytadilar mana bunday chiroyli farzand uchun. Dadajon men sizni yaxshi ko'raman, onajon men sizni yaxshi ko'raman. Endi chiroyligina rasmlardan keyin davrani kengroq olamiz. Hasanjondan bitta iltimosim bor. To'yimga dadajonim, ayajonim o'ynasin deb qo'yib bersa zo'r bo'ladi. Davrani bostirib, Abdullajon, Sayfulla aka, Ozoda opam, Noilaxon, ayajonlar bitta o'ynasin. Ketdik Hasanjon. To'yimga bugün şu kadar küyleymen Dadacanım benim, anacanım benim Olamda ikimiz, yaganem benim Dadacanım benim, anacanım benim Kalkın yanımda, pervanem benim Söz sana şu köyde
kişiler zahalar saksak etmeyin Ağızlar orar Vurgulay misal Rahmine dolar Bedurcay misal Alçaklı adam Kelimeki adam Dadam şine çayura Çöredeki dadam Alçaklı adam Bu kelimeki adam Dadam şine çayura Çöredeki dadam Ahmet Oh
أقبلت حياتي عليتها قاتل أقبلت حياتي عليتها قاتل اقبلي مشكلتي اقبلي حياتي
Rahmat. Davranı burada oynagan aka-ukalarimizni boshlari omon bo'lsin. Abdullajon, oilamizdan baxtli taqdir bo'ling. Biz ozgina bo'lsa ham bugun to'yga o'zimizda hissamizni qo'shgan bo'lsak, ijodiy guruh, videodo'stlarimiz, san'atkorlarimiz, to'yxona ma'muriyati, keyin Abdullajon bir do'stlaringizga to'ningiz bor ekan, tezlik bilan shularni kiydirib oling, undan keyin asta-sekinlik bilan sizlarni bir umrlik baxt tojlariga yuklab qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bu dunyoda nomard bizdan dushman yaxshi. Hey do'stim, do'stim, sabrdingmi, bolaychi. Hey do'stim, do'stim, sabrdingmi, bolaychi. Taşlarına çizip kalemle almıyor bizni salamını. Taşlarına çizip kalemle almıyor bizni salamını. Kol tutup kalıverdin bana, kol tutup kalıverdin bana. Uyandırıp getir adamı, uyandırıp getir adamı. Gezip dur gezmeyin, görmedim uçurayını. Gezip dur gezmeyin, görmedim uçurayını. Akı güleyle güleyle, yüzleri hoş çırayını. Akı güleyle güleyle, yüzleri hoş çırayını. Düşüm geldi kara başımdan, yalan yürü boktu başımdan. Düşüm geldi kara başımdan, yalan yürü boktu başımdan. Manşanın suna başımdan, manşanın suna başımdan. Derya doldu bugün yaşımdan, derya doldu bugün yaşımdan. Gezip dur gözümeyle, görmedim uçurayını. Gezip dur gözümeyle, görmedim uçurayını. Aklılaydı güleyle, yüzleri hoş çırayını. Aklılaydı güleyle, yüzleri hoş çırayını. Başlarına çizip kalemle almıyor bizni salamını. Başlarına çizip kalemle almıyor bizni salamını. Kol tutup kalıverdin bana, kol tutup kalıverdin bana. Uyandırıp getir adamı, uyandırıp getir adamı. Dur gözümeyle, görmedim uçurayını. Gezip dur gözümeyle, görmedim uçurayını. Aklına gidi güleyle, yüzleri hoş çırayını. Aklına gidi güleyle, yüzleri hoş çırayını. Rahmat söyleyenler kanalına sağ olun, selamat olun. Vatandaşlarımızı ki yollarınızı çalmak olarkenimiz.